Assalamu alaykum. Qarindoshlar, yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Do'stlarim, yaxshi turdinglarmi? Bugun ozroq so'zlab qo'yay. Davomli biz uningdan, buningdan, u davlatdan, bu davlatdan, u siyosatchidan, bu siyosiyondan og'rinib kelamiz. Jiqallarda Amerikadan og'rinib, Turkiyadan og'rinib, Arablardan og'rinib, bäkçiq yazımlar yezilib ketadi bu torlarda. Şundacıq yazımlar yezilib ketadi keyin. Oy, bizga millat yaxshi yordam qilmadi. Ma siyosiyon bizga ovoz chiqarmadi. Ma siyosatchi, ma davlat bizga ovoz chiqarmadi. Bek og'rinimiz, jiq og'rinishlar bor. Og'rinishlarninkidan men burunlarda hamda menmo masalan o davlat bu davlatning og'rinishining ichida og'rindiganlarning ichida menmi bordim. Ümitsizlendirdigan bundaq bir narsalarni ko'rgan vaqtimda ajoyib bir bo'lib, bular nima uchun bizning millatni to'g'ri tushunmaydigandi, bizning holimiz nima uchun to'g'ri tushunmaydigandi deb og'rinatdim. 2018, 19, 20 ga qadar men og'rinatdim. 21 mi og'rinatdim deb o'ylaylik. Uningdan keyin o Xitoy virus taraldi, o jarayonda mening bir ma'lum siyosiy kasbni bitirishimga to'r darsligim texmizish o'rinlashtirildi. Uyda o'qish fursati bo'ldi. Biz bir yerlarga maktabga berib o'qish uyda bo'ldi. Shu jarayonda jiq narsalarga sirtqa chiqolmagandan keyin, oz chiqqandan keyin o'qish jiq bo'ldi. Ondan keyin biz nima ish qildik? Bizning davozlar qanday anglatildi? Nima deb anglatganligimiz qanday inkas berildi degan ustida o'ylandim, jiq narsalarni ko'rdim. Ondan keyin men bir tema orqali bu temalarga kiray deb o'yladim. Misol elib. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Amerikaningki jiq urush kurashchi aeroplanlari nimaga uchrab ketgan. Bäkçiq upurgan hem urup düşürülgen, etip düşürülgen mundaq bo'lgandan keyin zo'r chiqim bo'lib ketgan. Shu mezgilda Amerikaning dаңliq olimi, matematika olimi Ward degan kishini izlab borgan shu Amerika urush mutaxassislari berib, şunun bu aeroplanlarga biz qanday o'zgartish kirgizsak bo'ladi ekan deb o'yladik. Munda bir sendan masala so'rab keldik deb o'zlarininki ko'z qarashlarini ham xulosasini o'tirib qo'ygan. Bu xulosaning ichida munda deyilgan. Aeroplanninki qanotlariga o'q tegadi. Lekin motorga qaytib kelganlarning motorga o'q tegmagan qaytib kelgan aeroplanlarning. Shuning uchun biz o'yladik, shu qanotni biroz o'ngshayli. Shuning uchun qanotni ig'irlashtirsak, balkim o'q tegmasligi mumkin, o'q oz tegishi mumkin deganda bu olim mundaq degan. Sen menga da'vatqining bu uchib qaytirib saq kelgan aeroplanning gapini da'vatsa. Lekin oyada portlab yo'qolgan, o'lib ketgan askarlarning hamma shu aeroplanlar to'g'risida sen menga demeding. Chunki bu qanotni nima uchirib qaytirib keldi? Ajallik zarbiga uchirg'ini, motor saq bo'lganligi uchun bu shu o'q tekkan qanot bo'lsa-mi shu aeroplan tinish qaytib kelgan. Shuning uchun bu o'lib ketganlarni ham chiqim uchirgan aeroplanlarninkini deyishim kerak deb turib, buni xuloslab bergan ham jiq yordamda bo'lgan. Shuningdan keyin u aeroplanninki o'zgarish ishlab chiqarishda jiq jihatlarda o'zgarish bo'lganligi uchun ananki chiqim azaygan. Aeroplanning chiqim uchirishi azaygan. Ananki bu narsa xulosa bo'linganda, anandan keyin shu mutaxassisninki maslahatini olgan, ham o'zidagi xatolikni o'ngishgan. Shu sabablik oz chiqim uchirgan. Bu birinchi. Ikkinchisi, Amerikaninki yana bir marshal bor. Uni bilsizlar. Patton deb chaqirgan bir marshal bor. Marshal Patton
coğrafiyaga mükemmel kişikendik. Aynı vaqtida bir polik askar bir sastlıqda, İkinci Dünya Urushida sastlıqda qapsılıb qalğan çağda patrondan yardım so'raydi ekan. Biz hozir sirtqa chiqammidik, qanday qilamiz deganda, coğrafiya biladigan birisi bormi o'shada degan chaqda yo'q deyilgan. Shuning bilan bu odam o'zi berib, shu polik askarning saqlanib qutulib chiqishiga yordamda bo'ldi ekan. Shu vaqtda deb degandik, har bir askar cho'qim coğrafiya o'rganish kerak, xarita o'rganish kerak degan ekandik. Men bu orqali sizlarga endi nimani demoqchi? Biz bir nima o'rganishimiz kerakdi. Xulosalashimiz kerakdi. Davo haqida biroz to'xtalib beqishimiz, tafakkur yurgizib beqishimiz kerakdi. Lekin xalqlar Ikkinchi Dünya urushni, askarlarni tadqiqotga bo'lgan yo'liqqan masalalarga shu berib, tovanchilik bilan shu mutaxassislardan yordam so'ragan, maslahat so'raganda biz nima uchun o'zimiznikidan biroz o'ylanib baxmaymiz? Davoni qanday anglatdik biz? Qursak, pul deb anglatdikmi? Yoki bizga zamin kerak dedikmi? Yoki qanday qutulish yo'li ustida izlandikmi? Boshqalarning bizga yordam berishiga yoki yistashligimi deyli, qursak qila yistashlik berishmi? Yoki boshqa jihatlardan ozroq bo'lsin bir o'zgartish bo'ldimi? Bu to'g'riliq biroz o'ylanib baqayli. Men 2018, 19, 20larga qadarmi, bular hech bo'lmaganda bir nima qilib baqibdi ekan, qilgandi deb o'ylagandim. Do'p taqib, atlas kiyim taqib yoki to'n taqib, manda qilganlarga xuddi o'zi tikib, do'ppini o'zi tikkandek boshqalarga keygizib qo'yib, mo'shu jarayonlarni, oshlarni rasmlarni chiqarsa, men hech kimga do'ppi hadiya qilib baxmadim hech qanday odamga. Oshta qilsa, men bunimi bir da'vo deb o'ylaydim. Lekin unda emas. Sen o'zing kiymaysanki, boshqa odamga hadiya qilsa. Eliq tonlarnimi bir qimmat qolmadi hozir. To'n desam odamniki namoyish deganning-chi azroq bir nimiz qolmadi. Her qandaq vaqtida bir pul kerak bo'lganda, bir surat, rasm kerak bo'lganda, boshqalarga bir ko'rsatilgan bir ko'rinish kerak bo'lgan chaqda u namoyishlarga to'kilib ketgan. Biz hech nimani xulosalab baxmadik. Davonikin siz o'ylab beqing, bir sinoq bo'libdi ekan, Harvard universitetida mundaq bir sinoq bo'libdi ekan. O sinoqda chashqanni sinoq qilibdi ekan. Bir chashqanni suvga tashlab 15 minutdan keyin u chashqan tipirlashdan voz kechadi ekan. 15 minut bo'lganda. Uning oldida biroz tipirlab baqar ekan, undan keyin tan berdi ekanda, tan berib tuvanga cho'kib ketar ekan. Undan keyin buni suzib chiqarib, quritib qilgandan keyin joyiga keldi ekan. Kelgandan keyin yana tashlaydi ekan uni suvga. Tashlagandan keyin 24 saat o'tdi ekan. Andan keyin 36 saat bo'lgan chaqda bu. Andan keyin tipirlashdan voz kechdi ekan, o'lib qoldi ekan. Shuning bilan shunda bor kuchi bilan qildi ekanda, endi tipirlab degan voy deb boshlarini chiqarib o'sha qilib baqqan ekan. Undan keyin voz kechdi ekan. Ammo o'lganga qadar bu chashqanning ideyasida balkim u boshqa xil qanday o'yladi biz bilmaymiz. U bir hayvon-ku. O'lganga qadar u bilmadi-da, suvga tashlag'inimi, qutuldirib chiqarganimi, yana qayta suvga tashlag'inimi, shu tadqiqotchi shu odamlar ekanligini u bilmadi. Biz her bir sınaqlarninki oq chashqanni sınaq uchun ishiltadi-ku. Shu sınaqninki bedel to'laguvchisi bo'lib keldik. Biz hech narsa o'zgarish bo'lmadi bizda. Mesela hayırlarga bo'lgan bir ko'z qarashimizda o'zgarish bo'lmadi en qisqasi. Hayırlarni degan, voy, bu da'vo qildi deb turib, mush bishimizni o'ltag'izib qo'yimizkin. Bo'z quchoqning quchoq qilib o'ltag'izib qo'ysak, mayyaga o'ltag'izsak degandek darajada shunchalik bo'ladi. Ben 2018-19'lardaki heylik videolarga çıkarılgan, doyun arkalık çıkarılgan heylik videolardan ben mi aldın attım?
bu mecburi to'y qilg'izibdi, mecburi mundaq bo'pti, mecburi emgak deganlarga yoki to'satdan chiqqan materiallar biz voy boy qilib qoldi, bu bir maxfiy material uchi deb Xitoy agar noyitdi bir maxfiy materiallar olsa to'g'ri tashlab qo'ymaydi. Hiylagarlik bilan yengib kelgan millatku aql bilan emas, hiylagarlik bilanlar. Hiyla nayrang bilanlar. Anaki biz düşmanımı tonup yetmegen, haylanım tonup yetmegen halatda yaşap keldik. Onu aşırı men mi ba? Men herkes sizler yaşap geldinglar değil mi de? Men mi şu? Şundaklarning birisidim. Ondan keyin oylandım da tefekkür qilishni anaqdaki yetildirishga boshladim. Ma sahada texmi tirishsam bo'ladi ekan, ma kasbni o'qisam bo'ladi ekan, bu bir ilmkan, ma bir talay natijalar, sinoqlarning natijasiga mundaq bir yakunlarga erishgan ishlarkan to'q mundaq bo'pti ekan deb turib, anaqdaki tirishdim. Bu jarayonda birini dey mecburi to'y qilg'izish dedik. Vatandagilar mecburi Xitoyga elib berildi, tekkizdi, ya xotinab berdi dedik. Vatanning sirtidagilar-chi. Erkin Osiyodimi? Xitoyga tekkan xotinlar bor-yu. Sizlar o'ylab beqinglar. Olimlarning ichida, sizlar degan olimlarning ichidami Xitoy xotin olgan, hozir Xitoy xotin bilan o'tayotganlar bor. Ashlar bizga millat so'ygusi to'g'risida gap qiladi. Xitoy agi tekkan ayollar bizga millat so'ygusi, vatan, millatning tilini saqlab qilish ustida bizga dars etadi. Biz ozroqmi xo'rlik his qilmay ashlarning so'zini anglaymiz. Men uning ichida emas, men mamtimin degandim, "Voy Xitoy xotini va" degan chaqda men bir izlanib baqqandim, deb tova degandim. Bir qanchalarnikini shunda topdim. Anadiga bu Xitoy xotini olganlar vatanning sirtidagilarni kim majburladi? Vatanning ichidagilarni Xitoy majburladi. Vatanning sirtidagi Xitoy xotini olgan, Xitoyga tekkan xotinlarni kim majburladi? Ular yana kelib da'vo deb turib bizga dars o'tib berdi. Ana to'g'ri gap qilgan odamlarni o'shini xorlaydi, tillaydi, oy bekchiq. Xulaslash degan narsa bir narsani qabul qilishga g'ayrat kerakka. Xatolig'ingizni ustingizga ilishga g'ayrat kerakka. Masalan, bolalarimiz ba'zi deydi, "Opa, bunda qilib qo'ydingiz" desa, "Oy, chiroyingiz qip-qizil bo'lib ketib turib, uning bilan urushmaysiz." Bizning ota-onalarimiz xatolig'ini qabul qila oladigan ota-onalar emasdi. Endi sizlarning ota-onanglar vahshiy bo'lib ketgan biz tan bilmadim. Lekin bizning, masalan, mening ota-onam hergiz xatolikni qabul qila oladigan emasdi. Voy biz tushuntirsak sen universitet o'qiblasam o'zing cho'ng ketdingmi, mada qildingmi deydigan otamdi. Lekin men undaq opa bo'lmadim. Men xatolikni qabul qilmayman. Men jiq do'stlarimizning orasidami ma'nosini mundaq deb biz jiq fikrlashimiz degan chaqda ularnikinimi men qabul qilaman, anangdagi izdinaman, bizga tavsiya qilgan narsalarni izdanib turib, ashuning ichidan bir xulosa chiqara olamiz. Bu men ustimda bo'lyapti, shuning uchun biz demidim jiq narsalarga. Anandan keyin biz jiq do'stlar bilan o'tirib fikrlashimiz. Millatniki mundaq narsani o'rgansak o'qitdik. Yahudi millatini ajoyib ilg'or bir millat deb qarayman. Men u hech kim bilan dushman emas, hech qanday dinlar bilan dushman emasman. Din e'tiqod degan narsa hamma odamning o'zining erkinligi. Men islom diniga e'tiqod qilaman. Lekin men qo'pib Yahudilar to'g'risida, Yahudining dini, anarki xristianlar to'g'risida so'zlamayman. Bizning oramizdagi qandaqlarga o'xshash ular qo'pib o'zining e'tiqod qilgan dinigami osiylik qiladi. To'g'ri, sizlar degan xristian diniga e'tiqod qilsizlar, sizlarningki undaq nimalaringlarmi bor, jamiyatlaringlar qurilgan hamma narsa u o'zinglarning erkinligi. Ammo sizlar bizning oramizga kirgan chaqda islom to'g'risida so'zlaysizlar, o'zinglarning orasiga kelgan chaqda manfaatinglar to'g'ri kelganda pul kerak bo'lgan chaqda haliqi cherkovlarga kirib turib pul olsizlar. Shuning uchun bu qaysi tarafligingizni bilgilolmaydi. Jiq odamlarga qarab men hayron qolatdim burunlar. Hozir hech nimaga hayron qolmayman. Birsi bir narsa evatib qo'ysa, "Voy, endi uqdingizmi?" deyman. Bunda gap. İlg'or millatlarning ilg'orliklarini qabul qilishimiz kerak. Onaki Xitoydimi bir nachar millatga deb kelsa kulgim kelibdi. Xitoyning nacharligini bilmabdi, dushmanini tunimabdi. U xoinni tunishqimi, dushmaningni tunimabsan.
Anadaki oy Xitoydan mı beter millet? Xitoydan beter millet yok. Hammanimni yeydigan bir millet. Men oldin qitim eliqib Smith efendimniki port top nima pop odamniki bir kitap to'g'riliq Xitoyning tabiiyati degan kitap to'g'riliq so'zladim. Aşınınki mi? 3. baptan başlap Xitoyning hamma nimani yeydiganligini, kesel hayvonlarni yeydiganligi, bu kesel tursa qandoq yeysa, buni yesang qandoq bo'ladi, o'lib qolmamsa desam, yeb bo'lib, sog'lom kelayotganligiga qarab, ani ko'rdingmi? Men degan sog'lom mana qara, uni yesam o'lmadim deb ko'ranglashlarga qarab, hayron qoldim. Bular hamma nimani yeydigan millatga emasmi? Ajoyib bir millatgan deb degandik. Şunun belki özününki karşındaki düşman sen kandak zulüm savat kıldın mı bilmesen tonup yapmasan qaysı davanı kıldın? O yalgan da demek yalgan o dava. Oylap bakыңlar. Kursak açtı, bizning derdimiz mavu, mescitçi kıldı, bizning derdimiz dopu kiyemedik, kiyim kiyemedik, yoki ak olduk, kök olduk. Ya bizning derdimiz tuprak deb uqtagan bolsang, bu vaqtgacha hech bo'lmadi 30%lik davoni qila olgan bo'lading. Xalqning yeslashligi, xalqning diqqatini qo'zg'ash orqali xalq bizga yordam qilib, ma ko'zini atayli, ma millat rast qutulish niyati bor ekan degan yerga akilatdik. Yahudilar nim qildi? Bütün siyaset, bütün dünyada Angliyaning siyosiy qatlamlarida, siyosatchilarning orasida ajoyib kuch chiqargan bir millatga. Ularningki moyilligini, ularning yestashlığını keltirimiz deb ajoyib ajr singdirib ekan. Shuning uchun Allah mayli u qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar, tirishqanlik uchun Allah berdi ularga. Tirishsang, anaki ben yakında ben bir Nur televiziya kanalıninki Yahudiler to'g'risida, Uyg'urlar to'g'risida so'zlagan bir 4-bölümni ma'lum birsidan so'rab ko'rib chiqdim. Jiq ideyalarga qo'shilaman. Shuni aşınındımı, eğer sen qo'lingdan kelishicha o'zing tirishmoqsa, küçün yetmegen yerge anandaki Allah'dan yardım sorup, Allah'dan yardım soraysa, Allah'ın çağırsa, yardım soraysa. Tırışmay oturup bizge, vay a millet mındak kıldı, ma millet mındak kıldı, a millet bizge yardım kılmadı, ma devlet bizge yardım kılmadı. Vay ye, tillışını bile. Birdem Arap'ını tillaysa, birdem an tillaysa, birdem an tillaysa. Her bir devlet özünün menfaati kilidgan işini kılıdı. Ola bizge qarz emas. Lekin biz nima ish qila oldik? Aşağıda 10'disiga yetib, tilashdan boshqa nima ish qila oldik? Men bultur 6-oyning oxiri ma'lum bir yer bilan ko'rishdim. Boshqa bir odamning ishi bilan ko'rishdim. Ko'rishgan vaqtimda eng oxirida menga dedi. Beshida degani, o'sha Turkiyada shundajik Uyg'urlar bor, tashkilotlar bor. Mushu balaning ko'chida qolgani ajoyib, çok üzüldüm dedi. Jim o'ltirdim. Eng oxirida sening o'zingning bir shaxsiy bir qiyinchiliging bormi deganda yo'q deb qaytib chiqdim. Chunki mening shaxsiy qiyinchiligim yo'q. Men davodan tijorat topadigan yoki millatim orqali pul topadigan ishim yo'q. Men lavzimda turadigan odam. Ondan keyin jiq odamlarga bir yilning oldida birsi mendan bir yordam so'radi. O siz jiq odamlarning ishini qilib berdingiz, menigini qilib bergansiz, mashinaniki mush persentini berma deganda kulib ketdim. Ko'rib ketib, o'zingiz men haqiqiy yordam qilgan bo'lsam, shu videolarni ko'rib, anadagi xuloslab, o'zingiz bir bejirim odam bo'lganki 5 a'zoyingiz to'liq, ahvolingiz joyida, sog'lom, anadagi quramiga yetgan bir odam bo'lgandan keyin siz o'zingiz tirishing shuningdan o'gining desam, bu yil elibdi pulni, bu yil 1-oyda apti. Elib, oy, amdiga qila oladigan odamga oylandim, jumo, rahmat deydi. Voy, ishqisi yo'q dedim. Adam o'ziga tayinishni beshida o'rgangan chaqda anangdagi boshqa yerdan g'olib kelalasa, o'zingning ustingdan g'olib kelgan vaqtda hamma narsa hech qaysi qiyinchilik emas. Bütün bu Xi Jinping nega bo'lsa, anangdagi nimaga bo'lsa, Makkaga bo'lsa, Saudiyaga bo'lsa, anangdagi Wang Yi nega bo'lsa, oy, bizning da'vogarlar shu yerda kollektiv paydo bo'ldi. Ya oldida paydo oldu, ya keynida paydo oldu. Ya ketgandiki paydo oldu, ya ketishning oldida paydo oldu. Hergiz xuloslamaymiz, o da'vo.
Indoneziyada, o'ylab beqinglar, Indoneziyada turmida Uyg'urlar bor. Malayziya turmisida bor. Tayland turmisida bor. Lekin da'vogarlar oshadi bor. Shulardan nima uchun olidan xabar elinglar, mundaq qilinglar, andaq qilinglar deyilmaydi. Yolg'on, saxtakorlik bilan uni da'vo. Turkiyada yetib olgan bir muncha Uyg'urlar bor. Sizlar o'ylab beqinglar, meni tilidi dedinglar, o'ngdisiga yatdi, tilamchilik qildi dedinglar, o tilamchilik qildi, ma bizni dedi. Tirishib kurash qilib baqsangchi, Turkiyada axlat terib, axlatlarni keraksiz materialni yig'ib turib jon boqadigan ne turklar bor. Mehnatkash ne turk ayollari bor. Nima deb o'rganmaysan shuningdan? Nima deb seni sang'ili pul taqtidi? Sang'ili yemek taqtidi? Sang'ili kiyim-kechak taqtidi? Bultur Pakistanning bir tashkiloti taqatdi sizlarga pulni. Yemekliklarni. Pakistanning ne qiyinchiligi var? Aşağılıqı Ramazan mezgildeki iliq iftar üstülüge qarab beqinglar yosh bolalarninki. Arallı bir nan, azraq xoma, azraq yemeklik. Nima deb aşulardan işinib o'tirib sizlarga yordam qildi? O ne yordam qilyapti? Qaysi tashkilotlar yordam qilyapti? Nima uchun o'zinglarning mehnatinglarga tayanmaysizlar? To'g'ri, ba'zan davlatlarninki manfaatiga to'g'ri kelmaganda Uyg'urga yordam qilmaydi. Qursiqinglama seninki. O'rningdan turib jon baqsang bo'lmamda. Hozircha o'ylab baqay, Amerikaning nimeniki parlamentning ichiga kirib qolgan ba'zilariniki kirsichu yana pul deb keldi deb mundaq o'ltirdi ekan ey. Ba'zan narsalarni chaplab to'g'riga chiqarib qo'ysam o'xshash, shuning uchun chiqamaymiz. O'zimizning ishini qilamiz. Tegishlik yerlarga sunadigan narsalarni sunamiz. Düşmanni tunisang, anandan keyin sen qo'pib nimaga ehtiyojing borligini xalqaro uqtasang, o da'vo bo'ladi. Bo'lmasa shu petiqlab o'ynaymiz. El Xitoyning "Yendi tabuzo, yi desa ha deb o'ltagan o'xshash yashaymiz. Xitoy bir narsaga erishmoqchi bo'lsa 40 yil, 50 yil burun mablag' soladi. Unisi aniq. Amerikadagi parlament a'zolarini keltirish uchun nima ishlar bo'libdi? 20 yil ilgari Mavu cho'qim bu tirishchan siyosiy arx ko'rinishi bor, ota-onasi siyosatchi, shuning uchun bu bolasiga mundaq qiladi. Shuning uchun buni keltirish kerak deb Xitoy ta'taylarni o'tirg'i sog'an ne misollar bor. Odam biroz o'ylanib baqmasa, rost o'ylab qoladi ekansiz. Menmi o'ylagan, voy bular nima bo'lsa bir nima qilyapti deganlarning ichida menmi bordim. Voy bu G'ulom Osmon nemishkash qaqshaydiganda, nemishki odamni umidsizlantirgan narsalarni so'zlaydiganda, deydiganlarning ichida menmi bordim. Lekin men hozir demayman, chunki deganlarning ichida biz sinab tekshirish orqali uqdim, bu bunda ishga deb. Bizning hech kimga o'tkazib qo'yganimiz yo'q. Biz o'zimiz qopgan vaqtimizda o'zimiz umumiy bir millat sifatida qopgan vaqtimizga anglaydi, tingshaydi, mana dadi tuproq kentuq deb. Vatanning egisi vatanda, lekin vatanga boshliq bo'lma deb o'ylab qolganlar borki, shunda g'idig'im ketdi. Ey, oldingi qatam mayliqi osh qilish, u bu deganlarning videolari tarqalgan chaqda jimmi o'tirsam sizning ishingiz og'rimidimi? Shu vatandagilarga u mening vatandagilarga ishim og'riydi, shuning uchun so'zlayaptim. Talay odamlar tuqqanlaringlar kelyotidi, Amerikadagilarning kelyotidi. Video chiqarib qo'yaylikmi? Amerikadagilarning Uyg'urlarning ota-onasi kelyotidi, Avstraliyadagilarning ota-onasi kelib yo'q ketayotganlari bor, Kanadadagilar bor, tijorat degan vahshiy. Nimish qandaqsiga sen Uyg'urning davosini qila olaysan? Tijoratga ashar bog'liqlik, anadagi vatanga pul opirimiz deb o'ltadi, g'uljida ocharchilik degan eyliq bir o'yin boshlangan chaqda. Biz dört emas. Ba'zan narsalarga deb qo'yimiz, mushlar chekib qo'yimiz bo'ldi. Chunki o'yinga amroq, Xitoymi o'yinga amroq o'yin topamaganda o'zi o'yin qo'ydi deb oldin qatim so'zlaganga o'xshash. Endi
biz qo'yib bersak, orada degan zerikib qolganlar, Uyg'ur jiq emas, bir yerlarda turdiganlar, qo'shinlari jiq Uyg'ur yo'q, qo'shinlari boshqa millat bo'lganlar odam seg'inib, Uyg'ur tili seg'inib to'pga kirib oldi ekan deganda, tova deb turib, ma to'g'ri bir xulosa bo'ldi dedi. Odam degan narsa, miyani biroz ishiltib baqidi. Biroz aqlmi o'xshashmaydi ekan. Hayvonlarning o'rsidagi farq borki, abay bir narsa chiqarib qo'yganim ishtinki. Birsi eliq bir sirtqa chiqish uchun eliq ishninki bir yo'chig'idan sirtqa mangdi. Ama yandil ishning ochiq yerdan chiqatdi. Odamning biroz bir tafakkurni yetildirmisiz, hayvondan hech qanday farqimiz yo'q. Hayvon emas, eng to'van darajaliklardami farqimiz yo'q. Xitoy qandoq yerimizni tutib oldi bizningki? Qandoq ojizligimizni tutib oldi? Mening hech qanday millatlar, hech qanday bir din to'g'riliq bir so'zlaydigan nimam yo'q. Bu din degan hammaning erkinligi. Millatlarning o'ziga xos aloyligi bo'ldi, ortiqchiligi bo'ldi. Nimlos tillayotgan, birdam Yahudin tillayotgan, birdam Türk'ün tillayotgan, birdam Arap'ın tillayotgan. Tilab yeydigan ya, aşağı tursa, qalsın aşını tilab yeyotsa, çirkovlarning pullarini ap xashlaysilar. Elik Uyg'ur nimesini Hristiyanlar birlikka deganlar, nomus qilishni bilsang, oldiga chiqsa, men ma millatga ma dinga e'tiqod qilma, aşadan pulab yeyma, lekin sizlarning oldingda qo'rqib bo'lsin, bunda deyman, demamsa, yolg'onda nima uchun yolg'on so'zlaysan deymanda, aldamchilikdan boshqa narsa yo'q. Da'vo demak, qo'saq beqish demak. Agarda biz mustaqillik deb chiqadigan bo'lsak, jiq odamlar ishsiz qoldi, 100% ishsiz qoladi. Chunki ananda ap yeydigan naplar hamiz kesiladi. Urug' tuqqan necha avlod urug' tuqqanlar hamiz ishsiz bo'ladi. Ochisining qizidan tutib, akisining birmisiga ishsiz qoladi. Ele pul talishib, nimaga beribmi, eliqi? Oldin qatim so'zlab qo'yding-ku. Kelishvilinglar, pul talishib, bunda satlashib ketmanglar, chataliklar qarab turdi. Uyg'ur tili biladigan chataliklar bor. Ma satchilik degani bilishgan bo'lsang, bo'lmaydigan bo'lsa, eliq chekninki kopiyasini chaplab qo'ydim to'rga. Azroq bo'lsa-mi, ahli bir menda bir ishiltib baqayli, agar dinimizga bo'lsa-mi, hurmatimiz bo'lsa, dinning digini bo'yicha qilsa. E'tiqodning hurmati bo'lsa, ro'za tutib qo'yib, 5 vaqt namoz o'qib qo'yib, amal qilganing nimang u? Nimani amal qilyapsa? Yeb içipla. Oy, hammadan tamaq yeydi. Kunda yegan tamog'imni men yo'llamayman. Men o'zim itib yeyman. Jundishmayman dalaga chiqib. Yolib etgan taqsirlaringlarni chiqirib qo'ysizlar to'rlarga. Voy. Ashimi da'vo. Sorun. Agar aqlishimiz joyida bo'lsa, bizda bo'lsin bir narsalarni izlanib ko'rsiz, o'ginib baqsiz, o'rganmisingizchu, ilgirlayanmaysiz, bolalaringlarga bo'lsin yetishmaysiz. Bolalar bilan so'zlashgidek temanglarmi qolmaydi. Valaq so'zlashib o'ltirib, to'rda o'tdarsang, bolalaring qanchalik birdan bo'lmoqchi? WhatsApp to'plaridagi eliq bichara xotinlar. Haya sezimi degan odamlarning haya sezimi yo'qolib ketsa, hamma nimani qiladi ekan. Eliq dialog deb bir nimada birsinikini bir ivatib qo'yib ekan, eliq bir ayol odati yo'ginib yuradigan bir ayol ekan, eliq miyagcha sangiltib o'ltirib, ashada yotgandan ishini sug'urilib chiqqanmi, yotgandan ishini aşı so'zlab o'tiribdi, eliq Ahmadjon Osmon degan bilan. Voy, odam biroz bo'lsin izzatda, azroq olsun nomus qiladi, Yana aşınınğa yürek verib, oltağallar qarab baxtım, voy, Xudoyim, dey. Tova, Xudoyim. Mishagichi so'zlay. Azroq olsun aqlimizni ishiltib baqayli, ilg'or millatlarningki nima ilg'orligi bor? Ular davlat uchun nima ish qildi ekan? Millet uchun nima ish qildi ekan? Tilamchilik qildi ekanmi yoki o'zi taxvab o'ltiribdi ekanmi? Men davlat qurolligidek bo'ldim deb turib, siyosatchilarning orasiga kiralab ekanmi? Tadqiqotchilari qancha persentni egallaydi, boylari qancha persentni egallaydi? Olimlari o'zining millati uchun as qo'shdimi yoki setish uchunmi? Setish uchun qilganlarimi bor? Yo'q emas.
İkinci Dünya urushida Kural yaraqlar üçün tədqiqatda üçün əsi qoşqan məlum bir ailələr var. Bir tal evladı qalmağan. Səbəbi neymi? Aşı cəza, bədəl. Axır gələn çağda. Çünki načar bir yolğa kirishganlik üçün axır nima bo'ldi? Millatini qirishqimi, yordamlash üçün nima bo'ldi? O'ylanib beqinglar, izlanib beqinglar. Men hikoya so'zlamadim. Bu haqiqat. Haqiqatni qabul qilish uchunmi xili g'ayrat kerak. Ota-onamiz shu. Biz ota-onamizni oldida so'zlayoladigan bolalar emasdik. Men so'z aytdim desam, anadikin opam deydi. Ahadni doğurgan deb, dadamni doğurgan demoqchi. Dadamni doğurmay kimni doğurayman de. Ashtaq gap. Shuning uchun odam ozroq bo'lsa-mu o'yg'inayli, tirishayli, kelgusi avlodlarimiz uchun biroz bo'lsa ma'si qo'shayli. Uyg'urchani vatanning sirtida o'rganma deyishchi o'zingning balang tuzib uyg'urcha so'zlayamay o'tirib ona til maktab ichilib, ona til so'zlab, voy, uning uchun qanchalik pullar oldinglar, o'zinglarning ko'ngliga ayan. En qısqası, mishalardan masjidlarga siz a'zo bo'lsangiz, shu masjidga shu a'zolarning nisbatining jiqishiga ergishib, hukumatdan ajratib beradigan, ma'lum o'rinlarda ajratib beradigan pul bor. A'zolar az bo'lsa, u masjidlar bara shaxsiylashib, kichik yo'qolib ketadi. Ashtaqli ish. Aqlishimiz joyida bo'lsa, azroq bo'lsa, miyani ishiltayli. Bo'lmasa, divan, yolg'on divanlar bo'lib qolganlar emas, rost divanlarniki Kalısını biraz işletkenlerden içinde onda kesellikler az olur diye. Tırışınlar, milletimiz üçün mü yüz kilerleydiğen, etkadımız üçün mü yüz kilerleydiğen, ballarımız üçün mü yüz kilerleydiğen bir mandak bir adanı olayla iş bulmağanda. Başka nersini koyup. Rəhmət sizlərə.